Ushbu hikoya kuchli qo'rquv va psixologik bosim unsurlarini o'z ichiga oladi. Ruhiyati nozik insonlar va 18 yoshga to'lmaganlarga ko'rish tavsiya etilmaydi. G'oya muallifi Shohrux. Soat milining bir maromdagi chertishi xonadagi og'ir sukunatni buzib turardi. Stol chirog'ining sarg'ish nuri ostida u matematika misollari bilan olishib o'tirardi. Charchoqdan ko'zlari yumilib borayotgan qiz ertangi nazorat ishi sabab taslim bo'lishni istamasdi. To'satdan stol ustidagi telefon jiringlay boshladi. Ekranda noma'lum raqam yozuvi paydo bo'ldi. Qiz asabiylashib qalamini chetga surdi. Yana kim ekan bu vaqtda, dedi o'ziga o'zi shivirlab. Go'shakni ko'tardi-yu, lekin u tomondan faqat shamolning g'uvillashi va g'alati bir xirillashni eshitdi. Madina buni sinfdoshlarining biri zerikib qilgan hazili deb o'yladi va hech bir qo'rquvsiz gapirdi. Hazilingizni yig'ishtiring, ertaga maktabda uchrashamiz. U aloqani uzib, yana darsiga qaytdi. Biroq oradan bir daqiqa o'tmay telegramdan xabar keldi. Bu bir rasm edi. Uni ochdi-yu, beixtiyor stoliga yopishib qoldi. Suratda qizning maktabdagi o'z partasi tasvirlangan edi. Bo'sh sinf xonasi, qorong'ulik va parta ustida xuddi qizil bo'yoq yoki qon bilan yirik harflarda "Yordam ber" deb yozilgan edi. Uning yuzidagi xotirjamlik bir zumda yo'qoldi. Shu lahzada telefonda video qo'ng'iroq jiringlay boshladi. Endi uning yuragida vahima uyg'ongan, lekin qo'llari o'z-o'zidan qabul qilish tugmasini bosgan edi. Ekran yorishib, maktabning uzun va qorong'u koridori ko'rindi. Kamera yerda sudralib borayotgandek pastdan tasvirga olayotgan edi. Koridor bo'ylab bitta ham chiroq yonmas, faqat derazalardan tushgan zaif oy nuri yo'lakdagi shkaflarning uzun va egri sharpalarini polga chizib tashlagan edi. Eng dahshatlisi, har bir qadamda polning g'iyqillashi qizning xonasidagi pol tagidan aks sado berayotgandek eshitilardi. Kamera sinf eshigi oldida to'xtadi. Eshik sekin g'iyillab ochildi. Ichkarida hech kim yo'q. Faqat uzoqdagi o'sha parta va uning ustida qonli yozuv ko'rinardi. To'satdan telefondan muzdek pichirlash eshitildi. Men sening ostingdaman. Uning nafasi bo'g'zida qoldi. Xuddi o'sha lahzada oyoqlari ostidan pol tagidan kuchli taqillagan ovoz eshitildi. Kimdir pastdan turib, xuddi qizni chaqirayotgandek polga urardi. U qichqirmoqchi bo'ldi, lekin qo'rquv tomog'ini qisib qo'ygandek edi. Shu soniyada butun uyda chiroq o'chdi. Atrof zim-ziyo bo'lib qoldi. Qiz titroq qo'llari bilan telefonining fonarini yoqib, xona bo'ylab nur taratdi. Nur burchakda to'xtadi. U yerda devorga suyangan holda maktab formasidagi bir qiz turardi. Uning yuzi butunlay oppoq gips bilan qoplangan, ko'zlari o'rnida esa tubsiz qora teshiklar bor edi. Gips yuzli maxluq uning bir hafta oldin yo'qolgan ruchkasini ushlab turardi. Darsing tugadimi?
endi biz bilan ketasan, deb shivirladi va qizga qarab bir qadam tashladi. Madina nima bo'lganini anglashga ulgurmay, o'sha sovuq va qattiq qo'llar uning bilagidan mahkam tutdi. Qarshilik ko'rsatishga kuchi yetmadi. Irodasi esa butunlay falaj bo'lib qolgandi. Gips yuzli qiz uni yetaklab xonadan chiqardi. Ular tashqariga chiqishdi. Tungi havo muzdek edi. Maktab formasidagi g'alati maxluq qiz va rangi o'chgan, ko'zlari bo'shliqqa tikilgan qiz qo'l ushlagancha yo'l chetidagi qalin daraxtzor tomon yura boshlashdi. Ularning qadam tovushlari quruq barglar ustida shitirlab eshitilar, lekin hech qanday izlar qoldirmasdi. Daraxtlar orasidagi zulmat ularni o'z domiga torta boshladi. Qiz oxirgi marta o'z uyining derazasiga, hali ham stol chirog'i yonib turgandek tuyulgan xonasiga nazar tashladi. Keyin esa qorong'u butazorlar va qadimiy daraxtlar orasiga kirib, butunlay g'oyib bo'lishdi. Faqatgina uzoqdan eshitilgan shamolning uvillashi qizning ismini so'nggi bor pichirlagandek bo'ldi. Hikoyani Shohrux o'qidi. E'tiboringiz uchun rahmat.